Akşam şunu da tatlı tushimni ko'rdim. Tushimda opamni ko'rdim. Opamga tikilib qarab tursam, opam nim bo'lding, najapa qarab ketding menga degan. "Ya shu sizga shunda birdan qarg'im kelib qoldi" desam, "Pulim qolmabdi yiningda" dedi. "Yo'q opa, bir quchoqlab qo'ying meni" desam, "Nim bo'lding, ko'ngling yerimmi" deganda, "Yo'q, bir quchoqlab qo'ying meni" desam, shunda illiq bag'riga bosdi. Ajoyib huzur. Shuning bilan tursam opam kayfiyating yerimkana, ko'ngling yerimkan bir ish bo'pti sana deganda, "Yo'q, bir ish bo'lmadi. Men hozir o'zimning tush ko'rayotganligimni ufqim-a. Men uyg'onib ketishdan burun sizni birdan quchoqlab olay dedim" desam, opam shundan illiq bosdiki bu bag'riga. Burun boshda bosgan bo'g'imni deb ketdim. Yig'lashga yo'q. Xushallik ishtaymi? Yig'ilib ketib bordi o'zi. Shuning bilan uyg'onib ketdim. Uyg'onib ketib, o'zimning tush ko'rganligimni fuqaman, lekin uydan shunda opamni izlab ketdim. Bir xillik yedlarni purg'im kelib ketdi opamninki. Men xushallik ishmayman, xushallik yashayman. Hargiz azob yashamasman, xushallik yashayman. Shuning bilan şu uyg'onib ben bu film tatqim keldi. Nemishqa bala qadrini qilsin. Quchoqlarda ko'p yotsin, boshlariga og'zim gap kelmayapti. Oyoqlariga beshini qo'yib, yedlarini qiynab purib olsin. Atanısının çoxun qadrini qilsin. Bu vaqtida qadrlab olayli. Bo'lmasa men qarasanglar bo'ldi, mana men bir tushimni ko'rib olganim uchun qancha xo'shib ketib borman hozir miyada. To'g'rilari chiqyapti, men hayajonlanib, men opamni tushimni ko'rdim deb. Shuni yenolarni bu vaqtda cho'qim qadrini qilinglar. Bo'lmasa mendekmi shunda ketgandan keyin yig'laydigan chiqib qoladi. Çoğunlarımız her caydı bolsa aman bolsun, ömür uzun bolsun, to'g'ri yashadi yazsin. Ma'qulam sahar xush. Anam, anam, baylig'im anam, anam.